1144 O'zkomnazoratning ishonch telefoni. Xo'sh, bizga qanday muammolar yuzasidan bog'lanishingiz mumkin? Tinglang, 60 soniyada tushuntiraman. Aloqa va telekommunikatsiya sohasidagi barcha murojaatlar, internet, Wi-Fi ishlamasligi, televideniya va radio xizmatlarining sifatsiz uzatilishi, telefonda antenna yaxshi chiqmasligi, pochta jo'natmalaridagi muammolar, vazirlik va idoralar ishonch telefonlariga vaqtida javob bermasligi, shuningdek, ko'rsatiladigan elektron davlat xizmatlari, ya'ni yagona darcha, MyGov.uzda yotoqxonaga joylashish, tonirovka uchun ruxsatnoma olish, haydovchilik guvohnomasini yangilash yoki guvohnoma yo'qolgan bo'lsa, tiklash uchun arizalar berish kabi qator elektron xizmatlarning ishlash sifati pastligi bo'yicha muammolar yuzaga kelsa, biz sarsongarchilikning oldini olamiz. 1144 ga murojaat qiling. O'zkomnazorat bilan barcha muammolar bir zumda hal bo'ladi.